Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, jigarlar. Hafta kunimizga shanba 2026-yil 22-avgust Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mozor mahallasiga kelganmiz. Murodilla akalarning xonadoniga. Jigarlar, ko'p obunachilar aka, xunajinlardan ham chiqaring, ko'p xunajinlardan ham chiqaring, ko'chatlardan chiqaring degan akalarimizga jigarlar, xudo xolasa mana sizlarga xunajinlardan topib qo'ydim. Bitta ona bolamiz bor, 3 ta ko'chat xunajinchamiz bor. O'zim noldan mol qilib olaman degan akalarimizga jigarlar, boshqa tarafdan ena bolalarni chiqaring dedilar, ena bolalarni topib qo'ydim. Ko'p obunachilarimiz rosa yozyapti kommentariyaga, aka, ko'chat xunajindan ham chiqaring, arzonroqlardan chiqaring, zo'ridan chiqaring, parodasi bo'lsin. Olib maza qilaylik, noldan mol qilib olaylik degan akalarimizga xudo xolasa zo'rlarni topib qo'ydim xudo xolasa. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan obuna bo'lmaganlar bittadan obuna bo'lib qo'yib, bittadan like bosib qo'ysalaringiz, mehnatimizni qadrlagan holda keyin zo'rlardan chiqaramiz jigarlar, xudo xolasa. Aytilayotgan narxlar muhim emas, muhimi sizlarga yoqsa bo'ldi. 500 mingdanmi 1 milliondan tortib savdosini qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkisi mutlaqo besplatni vohalarga kelishgan holatda. Murodilla akam chaqiramiz, o'zi birma-bir avzonlar bilan tanishtirib chiqaray. Keling Murodilla akam. Assalomu alaykum. Elimiz, xalqimiz, uzoq yurtdan hisobli do'stlar, xonadonlar hammalarning tinchliklar. Rahmat, Murodilla aka, zo'rlarni topib qo'yibsiz. Murodilla ko'p sigirlarni chiqaryapman, o'zim ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Ona bola sigir bo'g'ozlardan chiqaryapman. Ko'p obunachilarimiz aka, musofirda yuribman, chet ellarda yuribman, arzonroq bo'lsin, ko'chat xunajin bo'lsin, o'zim noldan mol qilib olay, zo'ridan chiqaring aka deganlarga, xudo xolasa sizlarga telefon qilib sizga yetib keldi. Arzonroq qilib berasiz Murodilla aka, olib foyda qilaman degan akalarga ham arzonroq qilib berasiz Murodilla aka. Dastlabkilarni qilib berasiz. Dastlabkilarni qilib berasiz, uyiga olib boradi, mashina tushirgandan keyin pulini beraveradi. Xudo xolasa kelishasizlar. Vohalarga ham dastlabki qilib berasiz. Vohali obunachilarimiz ham, jigarlarimiz ham bor. Vohalarga kelishing ortida dastlabkilar bor. Liboy viloyatdan telefon qilaversin. Dastlabkilari bor, xudo xolasa. Birinchisidan boshlaydi. Yo'q narxlarni aytmang, ozgina kami bor qilib ayting, chiroyli qilib bitta boshidan ko'rayotgan obunachimiz zo'r ekan deb olsin. Xudo xolasa bozorlarda ham surishtirib ko'raveradi, bozordan ham arzon qilib berasiz. Dehqonchilik akalar, bozorda moli boshqa emas. O'z uyda yurgan mana bunaqa dehqonchilik, yeb ichishlarni ham qali, yeb ichishlar mana shunaqalar yeb yuribman akalar. Yeb ichishlar sog'liqlarga 1 oy 1,5 oy garantiyasi ham bor yana. Garantiyalar bor, ulardan muammo yo'q xudo xolasa. Murodilla aka bo'lsam birinchisidan boshlaylik, birinchi qop-qoramizdan. Birinchimizdan bo'ylarni o'lchab qo'ydik. Bo'ylarni o'lchab bering, so'z isboti bilan degan obunachilarimiz olib borgandan keyin katta ekan, kichkina ekan deydiganlar ham bor-da, xudo xolasa. Chiroyli qilib aytavering, biz obunachilarimiz unaqa emas. Rasa 9-10 oylik bo'ldi. 10 oylik bo'ldi, xudo xolasa. Zagonda yurgan bo'zaylar. Zagonda yurgan bo'zaylar. Bu mana 120 o'lchab olib yuradi. 120, 118 ga olaversin ha. 118 pilusiga olishaveradi xudo xolasa. 118 pilusiga olishaveradi. Bunisini-chi, bunisini. Bu ham mana bir xil deydi. Bu ham o'shanaqa 118 pilusiga, 120, 118 pilusiga. Ikkovsini bitta jup aytasizmi endi Murodilla aka? Bitta jup aytib qo'yaman. Jup aytib qo'ying, yuvoshlari yuvosh, o'ta yuvosh, tepmaydi unaqalar, ha. Molqalarni ham yelinlarni ko'ryapsiz. Yuvoshlari yuvosh, ha. Kichkina qizchasi bo'lsa ham mana o'zimiz sinimiz baqib yuribdi, kichkina, ha. Yeb ichishlariga garantiyalari bor, hamma yo'q. Bitta endi arzon qilib ayting Murodilla aka. Ularni yopishtirib jupini aytib qo'yaman. Jupini ayting, ha. 34 million bersin. 34 million kami ham bor. Xayri bu. Ha, telefon qilaylar. Aytilayotgan narx muhimmat. Mo'sh 25 millionga sotarsa, mo'sh 20 millionga sotasiz. Telefon qilaversin. 34 million kami ham bor. 17 dan bo'ladimi shunda? 17 dan kami ham bor jigarlar. Telefon qilaverasizlar. 34 million kami bor dedik. Tan joni sog', o'z zagonda yurgan bola. Zagonda yurgan ukolarigacha nimalarga qilib qo'ygan. O boradi, baqib yuraveradi. Unaqalari yo'q, xudosi hamma yo'q. Soppa-sop yuvoshlari ham yuvosh. 3-molimizga nima deymiz? 3-molimizga nima? Ha, bu ham yuvosh. Usmaydi, tepmaydi. Stor bo'ladi. Stor mol bo'ladi. Ko'ryapsizmi yelilar? O'z yelim holatlaridan ham bilinib turibdi, o'z yelim holatlaridan. Yuvosh bor. Xudo xolasa chiroyli ekan, zo'r ekan bu go'zaylar. Buni 10 ekan. Biri 10, biri 5 pilusiga. Biri 5 pilusiga olinaveradi xudo xolasa. Shunaqa qaranglar. Tanjonlar sog'. Bunga nech pul deymiz endi Murodilla aka bunga chiroylikka? Bunga 16 million kami bor. 16 million kami ham bor, dastlabkalari ham bor. Arg'amchi nuqtalarigacha uylarga olib borib beradi Murodilla aka. Arg'amchi nuqtalarigacha besplatni jigarlar. Telefon qilaverasizlar, 16 million kami yo'l kirasi dastlabkasi vodiy bo'lib besplatni voqea kelishgan. Mana bitta ona bola so'ragan akalarimizga, sut yo'nalishda baqaman degan akalarimizga
Ona bola mana yelim holatlardan ham ko'ringlar, yelim holatlardan. O'tlarni yeb yotdi mana ko'kotlar. Bolasi xunajincha. Nalada mollar shu ko'kot. Ko'kotni yeb yuribdi mana. Mana qanadan yeb yuribdi. Bolasi xunajincha. Yemishini qaranglar. Mollar dimlangan yo'q mana. Dimlangan, o'sha tayda yurgan. Ikki marta sog'yapti. Endi sir bo'lmasa qancha sut beryapti endi Murod aka bu? Bu obunachilarga olib qochishlar 7 litrga beraveramiz. 7 litrga ha, unaqa ha. 15 litr. Yo'q, unaqa gap yo'q. 10 litr. Qolgani o'zinglar oxirida jigarlar 2 mahal sog'ib olyapti ekan. 2 mahal sog'ib olyapsiz. Bolasi ham o'zi emib yuribdi ozgina. 7 litr sutga beraverasiz. 7 litr sutga beraverasiz. O'nchab tanlamaydi. O'ncha mana. Turo yelimi ham to'rtta joydan xudo xolasa. Turosi ham ishlaydi mana turishini yo'llaydi. Bitta ro'zg'orni bemalol teratadigan mol ekanda xudo xolasa biladlarga. Mol behijolat. Turosi ham ishlaydi. Bo'ldi. Bo'ldi, ko'p sog'maydi. Bo'ldi. Tishini ham bitta ko'rsating, o'zi yoshga o'xshab turibdi bu molimiz, ha? So'z isboti bilan deganda bitta tishlari bilan. Mana tishlar. Ikkita-yu? Ikkita. O'zi ekan. O'zi ekan. Birinchisiga ikkita, ikki kurak ekan jigarlar. Ikki kurak birinchi bolasi ekanda. Birinchi bolasi ekan, hali kelajagi oldinda. Ha, mol hali xudo xolasa ochiladi. Hali yana ikkita tuqquncha o'sadi, uchta tuqquncha o'sadi-da. Bo'ylari necha ekan? Bu 28. 128, 125 kilusiga. Ha, bo'yi hech qancha hech narsa hal qilmaydi, hali o'sadigan mol hali. Bitta yetarib ham ko'rsatib berasizmi shu molimizni? Yetarib ham bitta ko'rsatib bering obunachilarimizga, orqa holat, oldin holatlardan ham qilib. Cho jonivor, ha, joning sog'gan. Dimlangan, dimlasiz yelim ham katta bo'lib ketar ekan, chotiga sig'may, ha. Mana qalardan, ha, chiroylilardan. Yurish holatlardan ko'ringlar. Bunga necha bo'ldingiz endi Murodlar aka? Yopishtirib ayting bitta. 28 million kami bor. Yana 28 million kami ham bor. Dastlabkalari ham bor. Dastlabkalari ham bor. Dastlabkilar mayada Murodlarga yana bitta gap aytavering. Xo'razlaringiz ham ko'p ekan siz, ha? Xo'razlar bizda endi urushtiradigan xo'razlar. Urushtiradigan xo'razlar bor. Obunachilarimizga nima deymiz endi bitta xo'razlarga? Nima deymiz obunachilarimizga? Obunachilaringiz Telefon qilarsan? Xudo xolasa Murodlarga keling bo'lsa bitta ish qilamiz. Obunachilarimiz uchun, men uchun emas. Obunachilarimizga shu yerdan ikkita olgan obunachimizga bitta xo'raz berasizmi Murodlarga? Nima deysiz? Obunachilarimiz uchun. Bitta xo'raz padarka. Ikkita jup olganga bitta xo'raz padarka. Puliga pul qo'shilmaydi. O'sh pul, lekin bitta xo'raz padarka. Xudo xolasa video yuzdan qiladi. Ma'nosini siz o'z tanlovlar, cho'chalardan ham obunachilar bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Faqat Murodlar akamnikida bo'ladi. Chorva Bo'ston kanalida bo'ladi. Jup olganga xudo xolasa ikkita bitta xo'raz padarka xudo xolasa. Dakan xo'raz, urushtiradigan xo'raz deganlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Bozor mahallasidan bo'ladi. Telefon nomerlarimiz 88lik 840 0029 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Ekrandagi nomerlarga 1 million so'mdan tortiq savdosini qilaverasizlar deganlar. Mana qalarda. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Mana yelim holatlardan ko'ringlar akalar. Yuvoshlar yuvosh, o'nchab tanlamaydi, xudo xolasa orqadan, oldidan hamma yoqdan tanlaydi. Birinchi bolasi 2 kurak molimiz. 2 kurak. Rajincha ekan bolasi. Bu yoqdan ham bitta sog'ib bering. Bu tarafdan ham sog'ib bo'ladi. Tak. Bu gap chekilmaydi, ha. Bu yoqdan ham sog'ib. Jigarlar aloqaga chiqaramiz, xudo xolasa. Bugungi obzorlarimiz shu. Hal dimlangan, bolasi yem yotib o'zi bilinib turibdi. Bo'ldi Murodlar aka.